Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Tramp Hormuzda mina o'rnatayotgan har qanday qayiqni yo'q qilishga buyruq berdi. Tehron Hormuz bo'g'ozini ochish uchun Vashingtonga shartlar qo'ydi. Eron o'z rahbari kimligini bilmaydi, deydi Tramp. Mujtabo Xomanaiy bir oyog'ida 3 ta jarrohlik amaliyotini o'tkazdi va unga protez kerak bo'lishi mumkin. Sog'lig'ingizni bugunoq nazoratga oling. Qon bosimingizni uyingizdan chiqmasdan aniq va oson o'lchang. Avtomatik davleni o'lchaydigan bilakka taqiladi. Tugmani bosasiz, natijasi tayyor. Siz tonometr yordamida yurak urishini ham o'lchashingiz mumkin. Tonometr rus tilida ham ovozli aytib beradi. Bu keksalar va ko'zida muammosi borlar uchun juda qulay. Tonometr ixcham, oson ishlatiladi, aniq natija beradi. Uy sharoitida shifokor nazorati kabi qulaylikni yaratadi. Mahsulot narxi 97 ming so'm bo'lib, to'lovni mahsulotni qo'lga olgandan so'ng qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Eron o'z rahbari kimligini bilmaydi, deydi Tramp. Ular butunlay chigallikda. Biz yetakchilikning 3 ta darajasini va hatto bu rahbariyatga uzoqdan yaqin bo'lgan har qanday odamni samarali ravishda yo'q qildik. Ular hukumat nomidan kim gapira olishini aniqlashga qiynalmoqda. Ular shunchaki bilishmaydi, dedi Oq uy rahbari o'z intervyusida. Mujtabo Xomanaiy bir oyog'ida 3 ta jarrohlik amaliyotini o'tkazdi va unga protez kerak bo'lishi mumkin. U qo'lidagi jarrohlik amaliyotidan so'ng tiklanmoqda. Yuzi va lablaridagi og'ir kuyish jarohatlari esa gapirishni qiyinlashtirgan. Plastik jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi kutilmoqda. Nishonlar belgilab olindi. Isroil vaziri Eronga qarshi hujum boshlash uchun AQShdan ruxsat kutilayotganini aytdi. Isroil mudofaa vaziri Isroil Katz 23-aprel kuni mamlakat Eronga qarshi jangovar harakatlarni davom ettirishga tayyorligini va nishonlar belgilab olinganini aytdi. Bu haqda The Times of Israel xabar berdi. Vazirning so'zlariga ko'ra, Isroil Eronning yangi oliy rahnamosi Mujtabo Xomanaiy va energetika obyektlarini nishonga olish uchun AQShdan yashil chiroq ruxsat kutmoqda. Sahal ham mudofaa ham hujumga shay. Isroil Eronga qarshi urushni davom ettirishga tayyor. Isroil armiyasi mudofaa va hujumga shay holatda, nishonlar esa belgilab olingan, dedi Katz. Uning ta'kidlashicha, Isroil birinchi navbatda AQShning ruxsatini kutmoqda. Bu ruxsat Isroilni yo'q qilish rejasining tashabbuskori bo'lgan Xomanaiy sulolasi va Eron terrorchi rejimi rahbariyatining barcha vorislari butunlay yo'q qilish uchun zarurdir. Katz Isroilning keyingi rejalari haqida gapirar ekan, Eronni zulmat va tosh davriga qaytarishga va'da berdi. Buning uchun markaziy energetika va elektr inshootlarini portlatish hamda milliy iqtisodiy infratuzilmani parchalab tashlash rejalashtirilganini aytdi. Bu galgi hujum avvalgilaridan farq qiladi va halokatli bo'ladi. Eron terrorchi rejim hozirgacha uchramagan zarbalarga duch keladi. Mamlakatning eng og'riqli nuqtalariga poydevorni silkitadigan va qulatadigan zarbalar beriladi, deya qo'shimcha qildi mudofaa vaziri. Vazirning fikricha, Eron hozirda juda og'ir ahvolda bo'lib, uning rahbariyati tunnellarda yashirinib yuribdi. Shunga qaramay, ular g'alaba qozonayotganini e'lon qilmoqda. Livandagi Hizbulloh va G'azodagi Hamas kabi Eron rejimi ham aholi to'layotgan og'ir badal haqida qayg'urmaydi. Ular faqat o'zlari omon qolishni o'ylaydi, lekin bu ham kafolatlanmagan, dedi Isroil Katz. Tramp Hormuzda mina o'rnatayotgan har qanday qayiqni yo'q qilishga buyruq berdi. AQSh prezidenti Donald Tramp 23-aprel kuni Hormuz bo'g'ozida mina o'rnatayotgan har qanday kema yoki qayiqni yo'q qilishga buyruq berdi. U Eronni muhim dengiz yo'lagini qayta ochishga majburlash uchun bosimni kuchaytirmoqda. AQSh prezidenti o'zining Trust Social platformasidagi sahifasida shunday yozdi: "Men AQSh harbiy dengiz kuchlariga Hormuz bo'g'ozi suvlariga mina o'rnatayotgan har qanday qayiqni, ular xoh kichik bo'lsin, o'qqa tutish va yo'q qilish haqida buyruq berdim. Hech qanday ikkilanish bo'lmasligi kerak. Bundan tashqari bizning mina tozalovchi kemalarimiz hozirda bo'g'ozni tozalamoqda." Tramp o'zining ikkinchi postida AQSh bo'g'oz ustida to'liq nazorat o'rnatganini ta'kidladi. AQSh harbiy dengiz kuchlarining ruxsatisiz hech bir kema kira olmaydi va chiqib keta olmaydi. Eron kelishuvga erishmaguncha bu hudud zich yopilgan holatda qoladi. Shuningdek, Tramp Eron rahbariyatidagi ichki nizolarga ishora qildi. Uning aytishicha, jang maydonida yutqazayotgan radikallar va mo'tadillar o'rtasida kurash mamlakatni qiyin ahvolga solib qo'ygan. Pentagon hisobotiga ko'ra, Hormuz bo'g'ozini Eron tomonidan o'rnatilgan minalardan to'liq tozalash uchun 6 oy vaqt ketishi mumkin. AQSh va Isroil Eronga qarshi urush boshlanganidan beri Tehron ushbu hayotiy muhim suv yo'lini deyarli to'sib qo'ygan. Bu neft va gaz narxining keskin oshishiga va jahon iqtisodiyotining buzilishiga olib keldi. Odatda dunyo neft va gazining 5dan 1 qismi o'tadigan ushbu bo'g'oz hozirda AQSh blokadasi va beqaror o't ochishni to'xtatish rejimi tufayli yopiq qolmoqda. Pentagon rasmiylariga ko'ra, hattoki harbiy harakatlar to'xtab blokada yechilgan taqdirda
vaqtida ham minalarni tozalash oylab vaqt olishi mumkin. Bunday operatsiya urush tugamaguncha boshlanishi dargumon, deb yozdi The Washington Post nashri. 6 oylik muddat haqidagi prognoz Vakillar palatasining Qurolli kuchlar qo'mitasi a'zolari maxfiy brifingda aytilgan. Unga ko'ra, Eron bo'g'oz atrofida 20 dan ortiq minalar o'rnatgan bo'lishi mumkin. Ba'zi minalar GPS texnologiyasi yordamida masofadan boshqariladi. Bu ularni aniqlashni qiyinlashtiradi. Pentagon matbuot kotibi Shon Parnell esa bu hisobotni rad etdi. Uning aytishicha, ma'lumotlarning aksariyati yolg'on va 6 oylik tanaffus qabul qilib bo'lmas holatdir. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi minalar mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan 1400 kvadrat kilometrlik xavfli zona haqida ogohlantirgan. Eron parlamenti spikeri esa AQSh blokadasi olinmaguncha bo'g'oz ochilmasligini ma'lum qildi. Germaniyaning Hapag-Lloyd transport kemasi kemachilar minalardan qo'rqayotganini va xavfsiz yo'nalishlar haqida aniq ma'lumot kerakligini bildirdi. Tehron Hormuz bo'g'ozini ochish uchun Vashingtonga shartlar qo'ydi. Eron Hormuz bo'g'ozini ochish uchun AQShga shartlar qo'ydi. Eron parlament raisi Muhammad Bag'ir G'olibov mazkur shartlarni ochiqladi. To'liq o't ochishni to'xtatish, amal qilishi uchun dengiz blokadasi to'xtashi, jahon iqtisodiyoti garovga olinmasligi va sionistlarning barcha frontlarda urushni avj oldirishi to'xtatilishi kerak. Sulh buzilgan vaziyatda Hormuz bo'g'ozini ochib bo'lmaydi. Yagona yo'l Eron millatining huquqlarini tan olish, deb yozdi G'olibov Twitter ijtimoiy tarmog'ida. AQSh Senati 5-bor Trampning Eron bo'yicha vakolatlarini cheklay olmadi. AQSh Senati Amerikaning Eron bilan urushdagi ishtirokini to'xtatish haqidagi rezolyutsiyasini 46 ta ma'qullovchi va 51 ta qarshi ovoz bilan rad etgan. Rezolyutsiya Kongress keyingi harakatlarga ruxsat bermaguniga qadar AQSh qo'shinlarini mojarodan olib chiqib ketishini talab qilgan edi.